Assalomu alaykum yurtdoshlar, bizani kuzatib borayotganlar. Bugun bizda yana bir oshxona mebelimizni o'z egalariga o'rnatganmiz. Buni sizlarga qisqagina obzor qilib berib o'tib ketaman. Xo'sh, oshxonamiz 4 metr joyga tushgan, materiallar akrildan, rossiyskiy tekstillar qo'yilgan. Xo'sh, bunimizda usti salafan turibdi, hali ko'chirmaganmiz. Moyka, gazi, vidichkasi hamda xolodilniklarga qo'yilgan. Gazi tepa gazdan ostki qismiga pech qo'ysa bo'ladi. Xo'sh, bunimizda 3 ta g'aladon qo'yilgan. Bu yerda birin-ketin. Hamda bu yerda o'zimizdan qo'l bola yasalgan vishilkalar bor. Bu narsalar ilish uchun bu yoniga ham xuddi shunday g'aladon yasalgan. Har xil narsalar terib, bankalar terib qo'yish uchun qo'l bola g'aladonimiz. Xo'sh, moykamiz ostiga musulchalar qo'yib berganmiz, hamda tepasiga idish tovoqlar terish uchun shushulkasi bor. Tevada polkalari, bu yerda idish tovoq terish uchun polkalar, oshiq-moshlar, nasosli eng yaxshilardan qo'yilgan. Ostki qismida ham xuddi shunday polkalari bor. Bu modelimizda kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Kelishilgan holatlarda tayyorlab beramiz. Hammaga rahmat.